Opangizda ham, sizda ham maktab bor. O'rtangizda raqobat bormi, ustoz? Opamda ham, singlimda ham, menda ham, uchalamizda ham maktab bor. Bitta singlim Avstraliyada yashaydi. 4 opa-singilda maktab bor. Ukamda mana hozir uchebni sentrga harakat qilyapti. Ya'ni hammamiz ta'lim yo'nalishidamiz. Raqobat bor, raqobat yaxshi narsa, lekin raqobat bo'lganda bizni o'rtada memorandumimiz bor. Ulardan biz o'quvchi olmaymiz, ular bizdan o'quvchi olmaydi. Chunki qadriyat yo'nalish bir xil. Juda ham ko'p ota-onalar kelishadi. Ulardan ham bizga olib o'tmoqchi bo'lgan qo'nim yo'q deya ota-onalarda, ayrimlarida. Bizdan ularga olib o'tish holatlari xuddi shu holat. Go'yo muhitni almashtirsa, joyni almashtirsa, bola zo'r bo'lib ketadi. Bu yerda muammo maktabda emas. Faqatgina ular ota-onalarga tanlash huquqi hozir ko'p bo'lib ketdi. Toshkent shahrida 140 ta xususiy maktab, tanlov huquqi ko'p. Taklif berayotganlar ko'p, talab bo'lgan joyda taklif bo'ladi, lekin taklifga nisbatan ota-onalar ham maktabni o'yinchoq qilib qo'yishdi. Uchebni sentr qilib qo'yishdi. Shuning uchun biz opa-singillar o'rtada memorandum tuzganmiz. U yerda bor qadriyat bizda ham bor, bizda bor qadriyat ularda ham mavjud.